Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Dunyoning har qaysi joylaridagi qadrlik muhtaram ota-onalar, aka-ukalar, hadi-singillar, qisqasi barliq qarindoshlarim, Kamina Abdullah Yalqundan sizlarga o'tliq salom, Allohning salomi, rahmati, barakati sizlarga bo'lsin. Bugun hamda mikrofon oldiga o'tishimdagi sabab oqshom, ya'ni kechida xizmat qilish jarayonida tuyuqsiz Facebook'dan kelgan bir uchur qarayman deb shuni qarash bilan shu hammalarga ma'lumki, ya'ni shu tor dunyosida qarindoshimiz Abdulaziz Bashto'roq uzundan buyon necha yil bo'ldi, men maqolamda bildirib o'tdim, buni qayta takrorlab yurishning o'rni yo'q. O'z vaqtida bu qarindoshimizga bu dabdabali shekar yalatilgan zaharlarga aldanmasligi haqida mayli suhbatlarimizda bo'lsin, uchrashishlarimizda bo'lsin, nasihat qilgan bo'lsakmi, yana o'z yo'lida mengishni tanlaganligi uchun ortiq gapmi qilmagan bo'ldik. O'z vaqtida shu marhum Abdulhakim Xon Maqsumajin bilan suhbat elib borganmi bo'ldim televizorda, uning keyindan bu ishlarga hech aralashmagan edim. Albatta bizning xizmatlarimiz aldirash bo'lganligi uchun jiq talash tortish qilishning hojati yo'q. Hamon bir kuni bir yergacha berib xalqimiz muaqqarini albatta haqiqat nuri parlab turgan muddatcha hargiz botil bozor topolmaydiganligidan iborat bu haqiqatni bilganligimiz uchun buningga ortiq aralashmagan edik. Hamda oqshom yana shu talash tortishlar qarindoshlarimizninki ilim ahli qarindoshlarimizninki bergan nasihatiga yana shu burunqi o'xshashlam ifoda bildirganligi uchun va bu islom nima degan Mustafa Aslam o'g'lininki kitobininki bir muqovasini yo'llab qo'yish bilan bu muqovani o'qib boqay deb shunda o'qishim bilan biroz bu muqovadagi safsatalarga bir radiya berish kerakligini, bu orqali bir xalqimizni yana bir qatim bir uyg'otish ehtiyoji his qilganligim sababdan uzundan buyon qo'limga qalam ololmagan bo'lsam-mu, tor dunyosidagi, dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'un yozuvchi ustozlarimizning oldida hurmatsizlik qilganligimni kechirishinglarni qayta bir so'rayman mikrofon oldida yana. Chunki hammalarga ma'lumki, har qanday bir odam mayli qaysi sohadagi bo'lsin, bir mazgil qilayotgan ishidan yoki ma'lum bir kasbni bir mazgil qilmagan vaqtida albatta uni yangi boshlaydiganda biroz gochilashib qolgan ishga odam. Shuning uchun maqolamdagi yetersizliklarni tuzitib o'qishinglarni, shundoqla tuzitib anglashinglarni, qimmatli fikr berishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Shundoqla bugun oqshom kechida yo'llangan bo'lsa-mu, bugun kechgacha yo'llangan nurg'unlagan inkaslarni ko'rib barliq qarindoshlarimga bu yerda ham mikrofon oldida qayta ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Nurg'ulg'an ustozlarimiz, yozuvchilarimiz, shoirlarimiz bizdan albatta necha yuz hassa ortiq bilimdor kishilarimizning qimmatli fikrlari, nasihatlari uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Va qarindoshlarimningki bugun nurg'un qarindoshlarimizninki menga shuni ovozliq o'qib etish, ovozliq o'qib berishni talab qilishi bilan bugun mana bu kechida mikrofon oldida o'tiribman. Diqqat bergaysizlar. Ba'zi ishlarga haqiqatan to'g'ri demay turolmaysiz. Yalg'iz bizning tariximizla emas, balki butun islom tarixini varaqlasangiz, musulmonlar orasiga har xil qalaymaqan fikrlarni, ozg'un bid'atlarni, musulmonni kafir qilib tashlaydigan buzuq aqidalarni, hatto nurg'unlagan begunoh qonlarning to'kilishiga sabab bo'lgan ichinishli voqealarning orqa ko'rinishida minglarcha afsuski din nomini suiiste'mol qilib ishlatuvchilarni bayqaysiz. Bular din nomini ishiltib turib, dindan to'liq xabari bo'lmagan kang ommani o'zlari nishonlagan tarafga elib mangadi. Chunki ular buningdan boshqa bir yo'lni tanlab, xalqni o'ziga moyil qila olmaydi. Bu yerda nihoyat inchki bir nuqtaga diqqatinglarni tortaman. Ozdirg'uvchilarning o'ttirg'a qo'ygan fikrlarining hammasi xatomi degan bir savol. Javob yo'q. Nima uchun desangiz, agar hamma fikrlar xato bo'lsa, uningga sarangmi agashmaydi-da. Demak, din dushmanlari yoki ozdirg'uvchilar o'zlarining zaharlik olmasiga nihoyat tatliq shekar yalatib turib, fikrlarini bozorga soladi.
va asta to'ydirmasdan zaharlaydi. Shuning uchun ularning fikrlaridan, so'zlaridan, kitoblaridan dabdabalik so'zlarni uchirtib tursiz. Meningcha bugun xalqni qaymoqtiruvchilarni 3 turkumga ayirishimiz mumkin. Birinchi turkum shuncha uzun yillik tavranmas islom asoslari ustiga qurilib bo'lgan, ummatning olimlari birlikka kelib bo'lgan masalalarga qarshi maydonga chiqqan, o'qish tarixini, ummatga ko'rsatgan foydasini tekshirsangizmi, cho'ylig'i chiqqudek narsasi bo'lmagan atalmış olim sifatlik ozdirg'uchilar. Bularning ko'pinchisining bo'yniga parda orqasidagi islom dushmanlari yugan selib bo'lgan bo'ladi. Xo'jayinlari ularni qayoqqa so'rasa shu yoqqa qarab, musulmonlarni ideya jihatda qaymoqtirdi. Ikkinchi turkumdagilar bo'lsa, islomni haqiqiy ma'nosi bilan tushunmaydigan, ammo jamiyatda xalqi orasida ma'lum xo'sh-xo'shqa ilishkusi kelib qolgan yerim-chelak ustozlar. Bularning maydonga chiqishi bilan garchi ularning yugini kofirlarning qo'lida bo'lmasa-mu va hatto niyatlari yaxshi bo'lsa-mu, jahil va bilimsiz bo'lganligi sababli ularning jahilligi o'zlarini ozdirib qolmasdan, balki ularga agashgan hammalarni ozdirdi. Chunki jahil o'ziga qilgan yomonlikni dushmanimi uningga qilolmaydi. Va faqidu shay la yu'tihi, ya'ni kishi o'zida yo'q narsani boshqalarga berolmaydi qoidasi bo'yicha ham o'zini ham boshqalarni ko'ldirildi. Uchinchi turkumdagilar bo'lsa, bizning millatning ko'p chiqamdiki deyman. Men ularni nima deb atash haqida ko'p o'ylandim. Oxiri ularga yordamchi ozdirg'uchilar degan ismning bakrak muvofiq kelganligini o'ylab qoldim. Nima uchun deganda, ularning ko'pinchisiga qarasangiz, millatni bevosita o'z oldiga mustaqil holatda ma'lum bir fikrga yetaklab mang'udak na dasmi, na saviya yo'q. Bundaq desam, ularni past ko'ryapsiz deb qolmang. Asla undaq emas. Men bu yerda faqat diniy sohadagi saviyani ko'zda tutib turib gap qilyapman. Shunlashqa ular cho'qim o'zlari oshiq bo'lgan, fikriga qanoat qilgan ma'lum bir shayxlarning nutqlarini, kitoblarini, fikrlarini bozorga selish orqali o'zlarini bilmasdan o'zlarining ozg'ini yetmagandek millatini ozdirganlar qatoriga kirib qoladi. Rabbimiz nima degan to'g'ri aytgan ha? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aytqinki ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, amal jihatda eng qattiq ziyon tortquchilarni sizlarga xabar qilaymi? Ular shundoq kishilarki, hayoti dunyoda qilgan ishlari ozg'un ishlar bo'lgan bo'lsa-mu, o'zlarini yaxshi ish qilyapmiz deb gumon qilgan va shundoq o'ylaydigan kishilardir. Mana bu Rabbimizning diagnozidir. Ularga qarasangiz, ko'pinchisi shundoq yaxshi, axloqli, din sohasidan boshqa har xil sohalarda yetishgan ziyolilar. Hatto bu ziyolilarni yetaklab mengayotgan, boshlamchi bo'layotgan Abdulaziz Bashto'g'roq bilan ta vatanga tutashgan do'stligimiz bor. Nurg'un diniy suhbatlarda birga bo'lgan kunlarimiz, hatto yillarimiz o'tgan. O'zi mening ixlosman aktiv dars anglag'uvchilarimdan biri edi. Ammo bakmo afsuski, kunlarning birida Turkiyada uningga Mustafa Islom o'g'li zukumi yo'qib qoldi. Uni bu zukamdan qutqizish uchun bizlar uning do'sti bo'lish sifatimiz bilan qancha qatimlab paranglashdik. Afsuski, unumi bo'lmadi. Hattoki eng oxirida lakum dinukum waliyadin. Sizlarning dininglar o'zinglarga, mening dinim o'zimga degan so'zni bizga ishiltaladi. Ya'ni musulmon qarindoshiga bu so'zni ishiltaladi. Hali ham Rabbimdan ularga hidoyat tilayman. Xo'sh do'stlarim, gapimizga qaytib kelsak, shundan keyin u va uning atrofidagi kishilar bilan munozirlashib o'ltirishning ahamiyati yo'qligini his qilib, oramiz uzilib qoldi. Hammadan burun shu esimizda bo'lsinki, bu ulug' dinni qo'g'dashni bu dinning egisi bo'lgan Allah burun o'z ustiga olgan. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa edi, bu din bugungacha ozdirg'uchilar tomonidan o'zgartirilib bo'lgan bo'ladi. Lekin Allah muhofazat qilishni o'z ustiga olganligi uchun pat-pat o'ttirg'i chiqib turadigan bunda g'aldig'ash fikrlar bir zaman davr surganda qilsa-mu, tosh ustiga qo'ngan chang to'zang yomg'ir yig'ishi bilan tang pak-pakiz yuyilib ketgandek
haqiqat oldida yo'q bo'lib ketadi. İnşallah xalqimizning aqli unchavala gadiniga o'tib qolgani yo'q. Hech bo'lmasa o'z dinini kimdan elishni biladigan darajada angliq. Sahih Muslimda İbn Sirinning bu ilm dindur, sizlarning biringlar o'z dinini kimdan oldiganligi qarisun degan so'zi bor. Xalqimiz albatta dini haqida murojaat qilganda bu yo'lda yillarcha badal to'lagan, ilm egallash yo'lida hayotini o'tkazgan ve shuncha dini bilimi turibmi, yanada to'xtamasdan izlanayotgan, o'zini talib chaqchaqlaydigan kamtar, samimiy ustozlardan elishni biladi deb o'ylayman. Endi mushada bugungi yana bir qistirib o'tadigan narsam qadrli qarindoshlar, bugun inkas yozuvchilarning ichida bir qarindashimiz mushu xalqimizga atib qo'yish, ya'ni xalqimizning aqli unchavala kaynida emas, buni tanlashni bildi deb xalqimizga atib qo'ysak, shundoq bir ozg'un fikrlar tarixdan men nurg'un qatim bir misollarni keltiribdim, nurg'un qatim shundoq ozurishni elib xalqni qaymoqtirib ketgan. Buning biroz diqqat qilsak degan fikrni beribdi. Albatta men bu yerda olim, ahli ilm kishilarningki mushundoq g'aldig'ash fikrlarga, xato iqimlarga raddiya berib maydonni asla bo'sh qo'ymaslik haqida izlanmasimi, xalqimiz o'zi topalaydi degan maqsadni o'tirib qo'ymoqchi emasman albatta qadrli qarindoshlar. Albatta har bir ilm ahli kishilarimizningki, xalqimizningki, diniy ziyolilarimizningki xalqqa yo'l boshlab, ularga yo'l ko'rsatib mingishdagi majburiyati, ularning ahamiyati intayin muhim ekanligida asla hech qanday bir ikki kishi ixtilof qilmasa kerak deb o'ylayman. Va butun diniy ziyolilarimizmi albatta buningdek fikrlarni vaqti-vaqtida uning raddiya berib turadiganligiga ishonaman. Bu yerda faqat men xalqimningki ruhini ko'tarish, ularningki chuqum har qanday bir kishidan, har qanday bir kim din nomidan so'zlasa, kim din haqida gap qilsa, mushu dinimiz o'xshaydi deb oqisdan agashib ketdigan darajada dud emasligi, xalqimizningki aqlli ekanligi, xalqimizning oq qorini farq etish iqtidorining yuqori ekanligini bu yerda biroz ta'kidlagan asosda izlagan narsa bu. Xo'sh, maqolamizning kelgan yeriga kelsak, ishning qiziq tarafi quyoshni olqini bilan yopmoqchi bo'lganlarga qarasangiz, ularning diniy sohadagi ilmiy saviyasi shu qadar tuvanki, bu dinning eng asosli operatsiya pichqi bo'lgan arab tilining asini atdigandan kechgacha Qur'on deb turib tovlayotganlar minglarcha afsuski Qur'onning qasini va yoki birinchi betdagi kunda 5 vaqt namozni 20 necha qitim o'qiydigan Sura Fatihani talab qilingan shaklda o'qiy olmaydigan kishilardir. Xalqimiz buni nazarga elib turib, o'z dinini kimdan oladiganligiga qarashi kerak. Bu yerda shuni qistiramanki, dinga oid har qanday bir asarni tarjima qilguvchimi chuqum diniy sohada ma'lumoti bo'lishi, uning ichidagi oqqarni farq eta oladigan saviyadagi kishi bo'lishi kerak deb qarayman. Undaq bo'lmadi degandimi? Diniy sohada o'qimadi, unda bilimi yo'q degan taqdirdimi? Faqat tilga mohir deyli. Cho'qim tarjima qilmoqchi bo'lgan kitob o'z xalqi ichida yetishgan diniy olimlarning tasdiqidan o'tgan bo'lishi va tarjimadan keyin cho'qim tekshirilishi intayin muhim. Chunki bundaq bo'lmaganda nurg'unlagan qalaymaqonchilik kelib chiqadi va tarjimon ozg'un fikr aqidalarini o'zimi bilmasdan dinga xizmat qildim degan gumon bilan tarqitib tashlaydi va jinoyatga sabab bo'ladi. Sadig'an ketay qarindoshlarim. Dinimiz shunchalik egisi yo'q dinmi? Bu din oshpazmi, mo'zdozmi, navoiymi, qisqasi hamma odam xohlagancha so'zlasa bo'ladigan, xohlagancha hukm kassa bo'ladigan, xolig'ini u tarafga, xolig'ini bu tarafga tortib o'ynaydigan yetimning eski chapinimi? Normal bir davlatning insonlar tarafidan yezib olingan asosiy qonuninimi qonun sohasida yetishgan bir guruh qonunshunoslar birlashib yezib chiqadi va uni sharhlaydi. Aslo va aslo doktor, uchquchi, shoför va hokazolar yozmaydi. Bu bir aqlli bir mantiqo qadrli qarindoshlar. Har ishni shu ishning ahli qilishi kerak. Biz yashayotgan insonlar jamiyatidami hech bir soha yana bir sohaning ishiga saqaldag'lik qilganligini ko'rmaysiz. Hammasi o'z sohasini rivojlantirish bilan mashg'ul. Ammo afsuski, buning ostida qanday bir niyatlar borki bilmadim. Oxirgi yillarda bizning millat ichida buningdek o'z sohasining sirtiga chat kiradiganlar ko'payib qolishga boshladi. Ularning ba'zi sodda so'zlariga kulgingiz kelmay tura olmaysiz. Voy qarindashim, ishning yo'li bu, bunda qilmanglar deganingizda din uchun xizmat qilish hamma musulmonning majburiyati degan so'zni anglaysiz.
Pah, nima degan hayvatlikka. Naiti isil anlandığı deyman. Vay bichara qirindishim, acaba sen diningga xizmat qilish uchun buningdan boshqa yo'l topolmagansanmi? Dinga xizmat qilish o'zing yavatgan shakar yiltilgan zaharlik olmani boshqalarga yegizish bilan bo'larmi? Shunglashqa so'zimning beshida degandek, dunyoda to'vi deb yaqingizni tutib qoldigan ko'p ishlar bor. Bugungacha xalqimiz biror diniy sohadagi kishining o'z sohasida bo'lmagan, ma'lumoti bo'lmagan bir ishni qilganligini, yozganligini, so'zlaganligini ko'rib boqmadi. Bundan keyin mu ko'rmaydiganligiga ishonaman. Shunlashqa ziyolilarimizmi o'zi bilgan, bilim olgan, yetishgan har qanday kasbni Allohning dinini gullantirish uchun xizmat qildirsa, Allah roziligi uchun har ishni taraqqiy qildirsa, Rabbimning xazinasidagi savob, katta ajrlar ularga kamlab qolmaydi. Rabbim diniy zotlarga qanday savob bergan bo'lsa, ularga mu o'xshini beradi. Agar ular oqilona bo'lsa, diniy olimlardan maydon talashmasin. Bugun bu yozmani yozishimga turtki bo'lgan narsa yanada Abdulaziz Bashto'g'roqning Uyg'urman tarjima guruhi qurman degan e'loniga berilgan inkoslar va nasihatlarga bir ig'izmi javob qaytarmasdan har doimlik uslubi bo'yicha Mustafa Islamoğlu'nun İslam nima nomli tarjima kitobining muqovasini chiqarib qo'yishi bo'ldi. Muqovin tuyuqsiz besib qoptiman va kitobning qisqa tushuntirilishini o'qib qoldim. To'vi demay turolmadim. Shunaqla so'zimni ba'zi ishlarga haqiqatan to'vi demay turolmaysiz debla boshlab ketdim. Kitob xulosasining 5-da yer yuzida islomning dushmani yo'q, balki islomni bilmaydiganlar bor. İslamga düşmanlarcha muomala qilganlar islomning emas, musulmonlarning dushmanidir. Buning sababi yanada musulmonlar. Chunki ular e'tiqodiga yaxshi vakillik qila olmadi. Shunga hal qilishga tegishli masala g'ayri musulmonlarning musulmon bo'lishi emas, balki musulmonlarning haqiqiy musulmonlardan bo'lishi bo'ldi bas. Bu lavzi safsatini mush yergacha olay. Buningga qandaqmi aqliga non yegan bir musulmon chidab tura olasin. Bu insonlarda aql zodi nega ketgandi? O'zining nima tarjima qilayotganligini bilmasdan bu darajada g'aflatga qandaqmi tushgandi? Ularda o'z-o'ziga savol qo'yish yo'qmi? Ba'zida bu tarjimani avtomatik mashina orqali qilganmidi deb muqalaman. Ammo texi undaq uskuni chiqmaganligi hammamizga ayon. Ya'ni hech bo'lmaganda boshqa tillarda chiqqan bo'lsa-mu, bizning tilimizda kitobni bu yoqdan sep qo'ysangiz, u yoqdan o'zimizning tiliga chiqaradigan bir uskun yo'q o'taqi. Qarang, ba'zi bir tarafdan to'g'rida ko'rinib turayotgan shakar yaltilgan zaharlik olmaning eng tipik misoli yuqoridagi kitob xulosasining 2 qurliq bo'limida namoyon bo'lgan. Qarindoshlarim, islomdan aqalli savodi bo'lgan bir musulmon yer yuzida toki qiyomatgacha haq bilan botil ko'rishining davom qildiganligini aniq biladi. Yer yuzida islomning dushmani yo'q, balki islomni bilmaydiganlar bor. İslamga düşmanlarcha muomala qilganlar islomning emas, musulmonlarning dushmandir. Buning sababi yanada musulmonlar. Chunki ular e'tiqodiga yaxshi vakillik qila olmadi. Shunga hal qilishga tegishli masala g'ayri musulmonlarning musulmon bo'lishi emas, balki musulmonlarning haqiqiy musulmonlardan bo'lishi degandek bu safsatlarni yaxshi tahlil qilib beqinglar. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, butun payg'ambarlar islomdan iborat birla haq dinni o'z xalqiga yetkazish uchun avatildi. Hammasining dini bir. Faqat diniy yo'l yo'riqlar shu xalqning ahvoliga qarab farqli bo'lgan. Xo'sh, yuqoridagi lavzi safsatiga ko'ra islomning dushmani bo'lmasa, islomga dushmanlarcha muomala qilganlar islomning emas, musulmonlarning dushmani bo'lsa, buning sababimi yanada shu musulmonlar bo'lsa. Xo'sh, buniga bugungi zamonda yashayotgan bizdek so'ltak musulmonlarning ahvoliga qarab shunday o'xshaydi deb o'ylab turaylik. Shunchalik uzun tarixda Allah avatgan har bir payg'ambariga har xil, hatto o'likni tirildirishga borg'ucha xilma-xil mo'jizlarni berdi. Hammanglar bilasizlar buni. Xalqiga islomni tushuntirdi shu payg'ambarlar. Da'vat qildi va u yo'lda nurg'unlar o'ldirildi. Yuqoridagi safsatiga ko'ra, shu payg'ambarlarmi xalqiga islomni bildirolmaganmidi degan bir savol tug'ilmamdi bu yerda. Tushuntirolmaganmidi shu payg'ambarlar? O safsati bo'yicha yer yuzida islomning dushmani yo'qdi. Islomni bilmaydiganlar bor. Ya'ni bugun musulmonlar bu safsati bo'yicha bugungi musulmonlar biz so'ltak bo'lgandan keyin biz kofirlarga islomni rasmiy yaxshi tushuntirolmadik demak degan gapdan boshqa bir ma'no chiqmaydi bu yerda.
islomning dushmani yo'q, islomni tushunmaydiganlar, bilmaydiganlar bor. Xo'sh, mushu tarixda shunchavala payg'ambarlar, ya'ni payg'ambardan bakarak islomni tushundira oladigan, o'zining xalqiga bildira oladigan bir maxluq, bir boshqa bir inson bormi dunyoda? Qadrli qarindoshlar, bu safsata bo'yicha o'sha payg'ambarlar tushundiranmagan, xalqiga bildiranmagan bo'lishi kerak. Bo'ldilar cheksiz uzun tarixdan misol bermay, payg'ambarimizga kelayli. Uning hayotiga qarayli. Yuqoridagi safsata, ya'ni islomga dushmanlarcha muomala qilganlar islomning emas, musulmonlarning dushmandir degan mushu safsata uning hayotida biror qitim deyilib boqdimi? Ey musulmonlar, sizlarga dushmanlik qilganlar islomning dushmani emas, sizlarning dushmaninglar. Chunki sizlar islomga yaxshi vakillik qila olmayapsizlar degan gapni Rasululloh hayotida biror qitim qilib boqqanmi sahobalarga? Ha? O'ylab boqayli. Marhum shoirimiz Abdurahim O'tkirning "Tova deyman, tova, qozonni quyib, ig'izda qaynaydigan bo'pti shova" degan misralari esimga kelib qoldi. Hey tarjimonlar, bizga ma'qul e'tiqodimizga yaxshi vakillik qila olmaganligimiz uchun kafirlar islomga emas, musulmonlarga dushman bo'lib ketdi deyli. Rasululloh, Allohning payg'ambari hayot vaqtida va o'zi bevosita guvohlik bergan 3 avlod musulmonlar davrida musulmonlarning eng avangardlari yashagan, qiyomatgacha undaq musulmonlar kelmaydigan darajada Alloh Qur'onida ulardan rozi bo'lganligini jakarlagan shaxslar yashagan davrdagi shu musulmonlarmi o'z e'tiqodiga yaxshi vakillik qila olmabdi dasizlarcha. Ana shu davrda yuz bergan islom bilan kufr, musulmonlar bilan kafirlar o'rtasida yuz bergan butun ishlarni qanday tushundirsizlar? Voy qanday qilay bo'lavizliqqa. Qur'ondan eng yiroq bo'lsa-mu, ikki so'zining birida Qur'on deb yuradigan yordamchi ozdurg'uchilarning diqqatiga shu Qur'onning so'zidan 2 oyat sunay. Umid qilamanki, ular islomni to'liq bilib turibmi? Ma dunyoda bu yer yuzida islomni to'liq bilib turibmi? Qalbida tamoman tasdiqlab turibmi? Onunga qarshi chiqadigan, dushman bo'ladigan paskashlarning tarixdan buyon borligini Rabbilarining mono so'zi orqali bilib olsa ajab emas. Chunki hadis keltirsam, ularning ishonmaydiganligini va salohiyatiga boqmay, hadis haqida tilni chaynaydiganligini nayt yaxshi bilaman. Rabbim Sura Namlning 13 va 14 oyatida deydi-ki: "Falamma ja'atuhum ayatuna mubsira qalu hadha sihrun mubin. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kayfa kana 'aqibatul mufsidin." Ma'nisi, ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular bu oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in deydi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo. Bu oyatni men bu yerda maqolada tafsilotni yozmagandim, qadrli qarindoshlar. Bu yerda so'z mikrofon oldida bo'lgandan erkin bo'lgandan biroz gap qilay, qadrli qarindoshlar. Ya'ni bu oyat Musa alayhissalom bilan Fir'avnning o'tirsidiki. Fir'avn nurg'unlagan Qur'oni Karimda nurg'un yerda qissa chiqadi-ku. Shu Fir'avn Musa alayhissalomni yengib olish uchun nurg'unlagan sehrgarlarni, eng usta sehrgarlarni tepib, atrofiga chiqib, mushada biz sinashgan edi hamdi. Mushada ular mubsira degan gap, ya'ni ularning ko'z oldida Alloh yaratgan shu ikki ko'zi uchiq ko'radigan mo'jizalarni berganda Musa alayhisalom Alloh subhanahu va taolo shu mo'jizalarni uchiq oshkor ko'z oldida uchiq ko'rgan vaqtida ashni ko'rib turib, bu uchiq ro'shan bir sehr degan. Alloh ularning qalbidagini, ularning %100 e'tirof qilib, qalbida Musa alayhisalomning Allohning payg'ambari va ko'z oldida shu ko'rgan narsaning haqiqatan mo'jiza ekanligini %100 ishonch qilib turib, ishonganligini Qur'oni Karimda olamlarning Robbi qalblaridagini bilguchi, qalblarimizdagini bilguchi Alloh subhanahu va taolo ularning qandoq niyatlaridagi narsani oshkorlab etdi Rabbimiz. Vajahadu, ular ko'rib turib sehr bu deb inkor qilishdi ya, bular yolg'onga chiqadi Musa alayhisalom keltirgan mo'jizalarni. Lekin qanday qildi? Qalblarida, yuraklarida shu
%100 ishonch. Ishonch. Bu cho'qim Allohning payg'ambari. Musa alayhisolamning Allohning payg'ambari ekanligiga va u keltirgan mo'jizalarning cho'qim Alloh tarafidan ekanligiga jazman ishondi deydi ya. Ya buni biz so'zimidik ya. Buni biz demidik ya, buni yaratquchi Alloh subhanahu va taolo dedi ya. Nima uchun inkor qildi? O'zlariga zulm qilganlikdan va takabburlik qilganlik sababdan. Qanday qildi? Inkor qildi. Bugungi takabburlarmi haqni qabul qilmaydiganlarmi? Ya men mosh fikrimdan yenib qolamanmi, men bu o'ttirib qo'yib olgan mosh fikrimdan chatnamdigan, men bundan qaytamdigan deb o'ziga zulm qilib, cho'ngchilik qilganlik sababli azudu qadrli qarindoshlar. Oxirdagi oyatmi ajoyib bir xil bu o'zimizningki mavzusiga noit moslashgan bir oyatda fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin. Mufsid yani zaminda fasodchilik teriydigan, fitna teriydigan shularning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in deydi. Alloh saqlasin unday bo'lib qolishdan. Ey tarjimon, yuqoridagi safsatin tarjima qilayotgan vaqtingizda Rabbingizning shu so'zlarini bir minut tafakkur qilib baqdingizmi? Yuqoridagi so'zlarni demoqchida. Kofirlar ichida faqat bilmay qilibla emas, to'liq %100 tushunib, qalbida e'tirof qilib turuqliq o'ziga zulm qilganligi va takabburlik qilganligi sabablikmi dinga, islomga dushmanlik qildiganlarning borligini shu Rabbingizning so'zi orqali bilolmadingizmi ey tarjimon? Yana bir tarafdan sizni to'g'ri tushunmay bo'lmaydi. Chunki beshi deganimdek kishi o'zida yo'qni boshqalarga bera olmaydi. Bularni tushungidek saviya bo'lsa, oldingizga kelgan turkcha tekstdagi Rabbingizning so'zini bevosita inkor qildigan, yuqoridagi shu oyatni bevosita inkor qildigan, yolg'onga chiqardigan so'zni xijil bo'lmasdan tarjima qilib o'tmaydingiz. Yana kelib so'zning oxiriga qarang. Bakli kulgim kelib ketdi so'zning oxirida qadrli qarindoshlar. Kech kunduz Qur'on deydiganlar, shu Qur'onning sahibi Alloh taolo o'zining ulug' kitobida yuzlarcha yerda, bir oyatda emas, yuzlarcha yerda kofirlarni tilga olganda kofirlarni ochchig'i kelib qolarmikin? Bir yerlarga tegib ketarmikin demasdan kofirlar deb tilga olgan shu kofirlarni bizdan ochchig'i kelib qolmasin dedim o'tang. Kofirlar deb ololmasdan nima degan? Shunga hal qilishga tegishli masala g'ayri musulmonlarning musulmon bo'lishi emas. Va hokazo deb azvaylagan. Hey, Turkiya Cumhur Raisi Erdo'g'anning muxolifatchilarga deydigan va men bak yaxshi ko'radigan bir so'zi bor. U davomli nima deydi? Ya biraz dürüst olun, dürüst. Buni bizning tilimizga tarjima qilsak, hey sadigan ketay, azroq bo'lsinmi samimiy bo'l, samimiy degan bo'ladi qadrli qarindoshlar. Shuningcha o'ltirsang qopsang Qur'on deyotgan bo'lgandikin, hech bo'lmasa Rabbingning ishlatgan so'zini hech kimdan xijil bo'lmay u yoq bu yoqqa to'lg'may ishiltishni bir o'rgan, sadigan ketay. Qolganda bu aqlli millatimiz o'z aqli tarosida o'lchab, haq bilan botilni ayriy oladiganligiga, o'z dinini din to'niga o'rnib olganlardan va uni dasmiy qilib jamba qilganlardan, shundaqla o'zi tigit-aktini saviyasini bilmaydigan atalmış chet ellik mollamlardan emas, balki o'zi ilmiga qoyil bo'lgan, millati e'tirof qilgan va yoki boshqa chet ellik olimlar bo'lsa-mu, ummat e'tirof qilgan nupuzliq ishning ahli bo'lgan olimlardan, yetakchilardan oladiganligiga ishonaman. Shuningga ishoninglarki, haqiqat hamon haqiqatdir, botil cho'qim yo'q bo'lishga mahkumdir. Masala faqat vaqt masalasidir. Kamoliy ehtirom bilan